8 aprel günü Türkiye Sud Mahkemesi İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'da uzun yıllardan buyan Xitayga qaytarıp berişini talep kılavatkan Uyghur Cemaat Erbabi Abduqadir Yapcan üstüden yipiq sud içip Xitayning qaytarıp beriş talebini rad qilgan. Sharqi Turkiston Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandi bu haqda 15 yildan buyon Turkiyada yashayotgan va 2016 yildan buyon uyiga nazarband qilingan Abduqadir Yapcan apandining Xitoyga qaytarilish talabining rad qilinganligini bildirdi. Uning aytishicha, sud mahkamasi Abduqadir Yapcan apandining delosining bekor qilinganligi va uning erkinlikka chiqqanligini bildirgan. Cemaat Erbabi Abduqadir Yapcan apandi bu qaror to'g'risida to'xtalib, bugun Xitoyning tuhmatlari, ya'ni bizning ustimizdan Sharqi Turkiston xalqi ustidan elib berilayotgan hiyla-mikr soxtapazligining hammasi barbod bo'ldi dedi. Abduqadir Yapcan apandi so'zida yana Xitoyning Sharqi Turkistondagi mavjudiyatiga va Sharqi Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi o'rtaq kuch hosil qilishimiz lozim dedi. Milyonlagan Uyghur ve başka Türkiye milletlerini Sharqi Turkistondagi jazo lagerlariga qamgan ve dünyanın narazılığını qo'zg'agan Xitoy hukumati İYİ partiyasining rahbari Oqshanar xonim ve Anqara shahar boshlig'i yavaşqa tahdid solgandan keyin yana bir tuhmatni o'tirg'a qo'ydi. Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchixonasining tahdidlik uchuridan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan Turkiyadagi bir qism kishilarning terrorchilarni va Xitoydagi bilgunchilikni tashabbus qiladi dedi. Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa sababli Yevropa davlatlari, Amerika va Angliyaning jazosiga uchragan Xitoy hukumati turk siyosiyonlarini nishonlagandan keyin yana bir qatim takabburlik bilan tuhmat qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq dedi. Turkiyadagi bir qism kishilarning terrorchilarni va Xitoydagi bo'lgunchilikni tashabbus qiladi. Biz Türkiye'nin her qaysi joylardagi kishilarning Xitoyning egilik huquqi va zamin butunligi huquqini qo'g'dash masalasidagi mustahkam maydonini muvofiq va obyektiv usulda ko'rishni umid qilamiz. Amerika Xitoyning harbiy zamonaviylashtirish tirishchanligi va keng ko'lamli qirg'uvchi programmalarni qo'llaydiganligini bahona qilib, 7 texnika markazi va shirkatini qora tizimga kirgizdi. Amerika Savdo ministrligining bayonotida bu organlarning Amerikaning davlat bexatarligi va tashqi siyosat manfaatiga qarshi harakat qilayotganligi bayon qilindi. Bayonotda Jinan, Shenzhen, Wuxi va Jingzhou davlatlik darajadan tashqari kompyuter markazi bilan Shanxay yuqori iqtidorli universal tok yo'li loyihalash markazi, Quyosh yo'li mikro elektron shirkati va Tianjin Fityum uchur texnikasi shirkatining qora tizimga kirgizilganligi xabar qilindi. Ministerlikning bayonotida eksport kontrolligida bo'ladigan bu tashkilotlarning Xitoyning harbiy harakatlarini qo'llaydigan faoliyatlar, harbiy zamonaviylashtirish tirishchanligi va keng ko'lamli qirg'uvchi qurollar programmalariga qatnashadiganligi ko'rsatildi. Xitoy Amerikaning USS McKay nomli dengiz armiyasi qo'g'lag'uchi paraxutining Tayvan bo'g'ozidan o'tishiga e'tiroz bildirdi va bu harakatga ehtiyotchan javob qaytarilganligi e'lon qilindi. Amerika hukumati bo'lsa bu harakatga xalqaro suv tavalligida va xalqaro qonun bo'yicha elib berilganligini o'tirg'a qo'ydi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price, bizning Tayvanga bergan va'damiz intayin mustahkam. Biz buning Tayvan bo'g'ozi va rayonning tinchligi va muqimligini qo'g'dashga tuhfa qo'shadiganligini bilamiz. Amerikaning Tayvandagi xalqning bexatarligi, ijtimoiy yoki iqtisodiy sistemasiga xavf yetkazadigan har qanday kuch va boshqa besimlarga qarshi turish iqtidori bor dedi. İran hükümeti 4 yanvardan buyan muhit bulg'unishini keltirib chiqarganligini bahona qilib, tutib turayotgan Korىyə nifit paraxutini qo'yib berganligini e'lon qildi. İran Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Sayyid Xatibzoda davlat taratqularida bu masala to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotchi Seul va paraxut egasining talabiga binoan İran adliya organlarining Korىyə bayrog'i osgan nifit paraxutini qo'yib berishni qaror qilganligini bayon qildi. Onun bildirishicha, kapitan va paraxutning rayonda qonunga xiloflik qilish xotirasi yo'q bo'lishi İran adliya organlarining aktiv qaror chiqarishini osonlashtirgan.